o'sha qarang, o'sha men nimaga buni aytyapman, o'sha yil 2016-yilda bu yoqqa kelishim hali aniq bo'lmay turgan vaqtida bir suhbatga bordim, sudyaning yordamchisiga Farg'ona shahriga bordim. O'sha paytda sudyalar bilsiz, ikkita yordamchi oladi. Bitta oylikka yarim stavkadan ikkita odam oladida. O'sha paytda oylik hajmi ko'p-da. Ish hajmi ko'p, lekin men bilaman. Oylik kamida 800 ming so'mda oylik, o'sha 400 ming so'm oylik uchun suhbatga borganman. Qo'limda bakalavr, magistr diplomi o'tiribman. Kutasiz dedi. Haligi odamni suhbat qilishim kerak bo'lgan odamni 1 soatcha kutdim. Keyin o'zimga o'zim rahmim keldi. Shuncha o'qidim, shuncha harakat qildim. Nega shunaqa vaziyatga tushdim? Dedimda, keyin yana ham bir o'sha u paytda o'zi chet tilga dokument topshirib qo'yganman, kutyapman, qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan degan shubhali vaqtlar edi-da, qiyin vaqt edi. Umuman qiyinchilik vaqti edi men uchun. Lekin o'sha voqeadan keyin qaror qilganman, bo'ldi, demak, shu yo'q Amerika, yo'q Koreyaga borib